Assalomu alaykum, xayrli kun azizlarim. Hammani hayotida ish, oila tashvishi, ro'zg'or ishlari ortmaymiz-a? Hammamiz faqat ish, pul topish va kimgadir yordam berish bilan ovoramizda. Hech ham o'zimizga vaqt ajratmaymiz. Lekin asli birinchi o'rinda o'zimizga vaqt ajratishimiz kerak. To'g'rimi? Mana bizning klinikamizda ham har xil holatlar bo'ladi. Ertalab ishga kelamiz, kechki payt ketamiz, lekin biz ham o'zimizga vaqt ajratmaymiz. Biz insonlarning salomatligini tiklash yo'lida xizmat qilayotganimizdan xursandmiz. Men bu gapim bilan nima demoqchiman? Bizning klinikamizda shunaqa sharoitlar yaratilgan, mana shunaqa chiroyli aromaterapiya xonalarini tashkil qilganmiz. Qarang, sharsharalar oqib turibdi. Shunaqa ishdan charchagan vaqtingizda peshinda bir pas tushib dam olishga sharoitlarimiz bor. Qarang, shunaqa chiroyli qilib lavandalarni ilib biz o'zimizga aromaterapiya xonasini tashkil qildik. Shunaqa xontaxta atrofida ko'rpachalarning ustida o'tirib salomatligimizga foydali bo'lgan giyohli choylarimizdan jigar yoshartiruvchi, ozdiruvchi, yoshartiruvchi, hatto sahri borligi uchun ham juda ham foydali bo'lgan choylarimiz borligi uchun mana shunaqa choyniklarimizni olib tushib qo'yganmiz va har bir kelgan insonlarga lavandalarimizni shunaqa chiroyli ko'rinishga keltirib qo'yganmiz. Har bir kelgan inson o'zi uchun ham olib ketisha oladi. Uyingizda tursa, uyingizga chivin kirmaydi, har xil hasharotlar bo'lmaydi lavanda bo'lgan joyda. Asabingiz tinchlanadi, uyqungiz yaxshilanadi. Ayniqsa mana bunaqa lavandali yostiqlarimizda mazza qilib yotib, dam olib, uyqularingizni yaxshilashingiz mumkin. Bu yostig'imiz ichida nima borligini bilasizmi? Ko'pchilik lavanda yostig'i deyishadi. To'g'ri, lavanda bor. Lavandani poyasi, lavandani asosan gullari va undan ham tashqari atirgul gullari, archa, rozmarin va hatto grechkani po'stlog'igacha qo'shilgan. Sizda osteoxondroz bo'ladimi? Protruziya, grija bo'ladimi? Позвоночникda bo'ladigan turli xil muammolarda, hatto davleningiz oshganda ham juda ham foydali yostig'imizni hammalarga tavsiya qilaman. Albatta olib foydalanib ko'ring va bizning klinikamizga kelsangiz, xudo xolisa o'zim bilan bir piyola choy ustida mazza qilib suhbatlashib, shunaqa aromaterapiya xonalarimizda dam olib ketasizlar.